Do'stlar, bizda sotuvda 5 dona buqachalarimiz. Mana qarang, to'lagan holatida bir chiroyli sassenada turibdi mana. Mana qarang, buni ranglari ham yaxshi, qorasi ham bor ekan mana yerda. Qizil aralashi ham bor mana. Yoshlarini aytib o'tamiz. Yoshi 1 yashar, plus minusi, ya'ni 1 yashardan o'tgani bor, yoki 1 yasharga hali yetmaganlari bor. Mana qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomer qoldiramiz, gaplashib ko'rib olasizlar. Narxlarini aytib o'tamiz. Narxi 14 million deyapti. Sunnatiga o'tib beradigan joyi bor ekan. Gaplashib ko'rsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Men oldindan hozir video qilib beraman. Mana sassinalar qarang, bu chiroyligini. Mana kallalari bilan yem yeyapti, xudo xolasa. Bo'ylari aytib o'tamiz, bo'yi plus minus 1.10 chiqdi. O'lchab ko'rdik. Mana bo'yini so'raganlar bo'lyapti. Bo'yini ham ko'rsating deb, mana bo'yi 1.10 dan ziyod chiqdi. Ichida 1.10 dan past ham bor ekan. Shu o'rtacha 1.10 dan bo'ylari. Narxlari aytib o'tamiz, 14 million sunnatiga o'tib berishadi. Gaplashib ko'rsalaringiz bo'ladi, xudo xolasa. Sassinalar yaxshi. Manzilimiz Jizzax Zomin Oqtepa mahallasida turibdi, xudo xolasa. Buqachalarimiz hammasi joyida. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Buqacha qidirib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying, mana foydali bo'ladi. Mana zo'rlari mana. Yaxshi sassinalari uyda mana turibdi, xudo xolasa. Yoshlari 1 yashar, 1 yasharga to'lmagani ham bor. 1 yasharga to'lganlari bor ichida. Kalazim oxiri tiqib mana yeb yotibdi. Jo'ninglar. Kuzatishda davom eting. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'ying. Yaxshi buqachalar ko'rsatib beramiz. Zomindan, Jizzax Zomindagilarni, xudo xolasa. Zo'rlari.